Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Qara bila qolinglar, men sizlarni yangi ish joyingiz bilan tanishtirib chiqaman. Mana shu yerda sizlar yangi ish boshlaysizlar. Sizlar bemalol joylashib olaveringlar. Men hozir kelaman. Tushunmadim, qayerga ketyapsizlar? Ey, menga qaranglar. La'natlar, endi boshqa aholi qidirish kerak. La'natlar ey. Nega hamma to'planib olgan? Nima miting bo'lyapti? Tinchlikmi? Nima hammang bu yerda to'planib olding? Nima bo'lyapti? La'nati, bu yana nima balo bo'ldi? Bu yerda to'planganingiz uchun rahmat. Bu mening yangi ixtiroyim. Uning ismi Malomat. Bu arosatning qo'lidan nima keladi o'zi? Uning ismi arosat emas, Malomat. Hozir men sizlarga ko'rsataman uning qo'lidan nima kelishini. Xo'sh, 1998. Mana, ko'rdingizmi? Endi sizlar hech qachon zumrad kovlab olish uchun g'orlarda ishlamaysizlar. Endi sizlarda har doim qog'oz pullar bo'ladi. Bu ishonchli va qulay. La'nati, mana bu kasofatga aytguncha menga ham pul chiqarib bersin. Bu juda ham oson janob. Pul olishingiz uchun nimadir evaziga qo'yishingiz kerak. Qo'yli, mayli, men bir uylab ko'rishim kerak. Menimcha mana shu yer bank bo'lsa kerak, juda ham chiroyli ekan. Voy, menga qara, men qanday qilib kasofatdan pul yechsam bo'ladi? Tushunmadim janob, qanday kasofat haqida gapiryapsiz? Xullas, uning ismi arosatmi, kasofatmi shunday ekan. Xullas, pul beradi. Janob, bu bankda hech qanday arosat degan qiz ishlamaydi. Bo'lmasa menga birozgina pul bering. Mana janob, marhamat. Bir qarich bo'lib menga aql o'rgatadi tirrancha. Xo'sh, men endi nima qilishim kerak edi? Pullaringizni Malomatga bering va u sizga ko'paytirib beradi. Mana bunisi menga yoqdi. Xo'sh, iloji bo'lsa ko'paytir. Qo'yli, bunaqasini ko'rmagan edim. Qudratingdan bitta qozonda 30 ming, ikkita qozonda 60 ming, uchta qozonda 90 ming millioner bo'lib ketdim. Menga ham kasofat birozgina pul bersin. Ha, menga ham. Kasofat kerak. Hoy, shoshmanglar, shoshmanglar. Men o'qishga kirmoqchiman, shuning uchun birozgina pul kerak. Katta rahmat. Xo'sh, men mana bu kasofatni bir nima qilishim kerak. Nimagadir menga bu yoqmayapti-da. Balki men ham shunga o'xshagan kasofat yasarman. Ha, shunday qilaman. Qara boshladik, kasofat operatsiyasi boshlandi. Mana bera qol, men ham uddalayman. Mana, hammasi tayyor. Xo'sh, menga qara, men seni kasofat deb atayman. Xullas, aholidan ko'proq pul olasan-da, lekin bir tiyin bermaysan. Men sizni tushundim, janob. Barakalla, endi seni sinab ko'ramiz. Mana bu 1 so'mni olginda, lekin ishlatib yuborma. Qani yura qol, men seni ish joying bilan tanishtiraman. Xo'sh, mana bu seni yangi ish joying. Omadingni bersin. Ogini oldirma, tagiga qoldirma. Kechirasiz arosatxo'r, men pullarimni maydalab olmoqchi edim. Iloji bo'lsa kattaroq pul bilan bering. Tushunmadim. Ey, pullarimni qaytar. La'nati o'g'ri bachcha. Janob, menga ozgina qarz berib tura olmaysizmi? Ey, bu yerdan tushundingmi? Xo'sh, kasofat, qanday bo'ldi? Qo'yli, barakalla. Shunday davom etaversang, meni birim 2 bo'ladi. Hammasi ajoyib bo'lyapti-yu, lekin sendan yana bitta arosatlardan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Bir daqiqa, menda bir ajoyib g'oya bor. Bilasanmi, bugun seni dam oladigan kuning. Shuning uchun men uchun resurslar kovlaysan. Sen kovlaguningcha men borib bir piyola choy ichib kelaman. Jinursin, oldidan ketganimga 1 daqiqa ham bo'lgani yo'q. Choy ichib ham ulgurmadim. La'nati, buni qanday qilding? Bularni bir o'zing qildingmi? Xo'sh, kasofat, sen deyarli resurs kovlamading. Xo'sh, endi nima qilsak ekan? Balkim seni otib tashlasammikin? Axir puldan quruq qolaman-ku. Bunisi yana nima balo bo'ldi? Buni qayerdan olding, la'nati? Buni senga bobong Terminator berib ketdimi? Qani menga to'g'risini degan onang. Xo'sh, kasofat, yana qo'lingdan nima ish keladi? La'nati, bu yana nima balo? Yulduzlar jangidagi qilichmi? Men tushunmadim. Buni nima qilaman? Menga foydasi tegadigan buyum tayyorlab ber. Qana bo'la qol, kasofat, meni bir xursand qilchi. La'nati, mana bo'lar ekan-ku. Ajoyib, lekin bu kam. Bilasanmi nima? Meni ham sen uchun ajoyib sovg'am bor. Lekin undan oldin bir ish qilishimiz kerak. Mana biz ko'zlangan manzilga keldik. Mana bu to'nkani ko'ryapsanmi? Ajoyib kun bo'lyapti. Malomat xonimlardan ko'paytirsak, kasofat, qayerga ketyapsan? Kasofat. La'nati kasofati, bunday bo'lishini men kutmagan edim. Mana endi senga aytgan sovg'am bilan seni tanishtiraman. O'zi bu reja meni kallamga bir uxlab turganimdan keyin keldi. Xo'sh, kasofat, tanish, bu seni ukang.
Mana bu boshqa gap, ikkita kasofatlar. Sening isming kasofat, sening isming kasofatning ukasi. Quloq solinglar kasofatlar, men uchun uy qurib beringlar. Yo'q qo'yli, mana bu boshqa gap. Menga qara kasofat, uy yaxshi qurilgan, lekin men o'z xonamni topa olmayapman. Mana shu yerda dedimi? Obbo. Bu yerda ikkita eshik nima qiladi? Tushunmadim. 3ta. Bu yana nima balo? Ey, kim men bilan maynavozchilik qilyapti? Haligi, obbo la'nat kasofat ey. Kimdir menga o'z xonamni ko'rsatib bera oladimi? Bu yana nima balo bo'ldi? Nima uchun bu yerni xiromaki qilib tashlading? Nima, sen bu yerda yangi yil videosini olmoqchimisan? Menga bu uy yoqmadi. Xo'sh, mana endi obbo, kech ham tushib qolibdi-ku. Ha, mayli, nima ham qilardik? Menga qara arosatlar, meni abedgacha uyg'otmalaring. Men tushimda ikkita arosat bilan, ha mayli, buni keyin aytib beraman. Tushunmadim. Men qayerga tushib qoldim? Bu yana qanday joy bo'ldi? Menga qara tasqara, men o'zi qayerga tushib qoldim? Meni pul tarqatadigan ikkita kasofatlarim qayerga qo'yib bo'ldi? Padar la'natlar, meni kelajakka yubordimi nima balo? Senga o'xshaganni oldin ko'rmagan ekanman. Sen ham ism olish uchun keldingmi? Men hech qanday ism olmoqchi emasman. Meni ismim bor. Men shunchaki bunday bo'lsa, janob, 5 daqiqa kutishingiz kerak. 5 daqiqa esing joyidami seni? Meni navbatga turishga sabrim ham qolaversa, vaqtim ham yo'q. Qo'ydi buzganlar limon ko'raman. Tushunmadim. Men qayta tug'ildimmi? Yer la'nati, endi 10 soat kutish kerakmi? Ichingga it o'lganmi nima balo? Nima? Yer la'nati, endi 20 yil kutish kerakmi? Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Xayriyat, meni navbatim keldi. Birinchidan men qayerga tushib qoldim, ikkinchidan bu qanday mamlakat? Siz savollaringizga javob ism olganingizdan keyin olasiz. Menga hech qanday ism kerak emas. Men bu yerga navbatga 20 yil turdim. Buni ahamiyati yo'q, janob. Sizning ismingiz 6 raqamli hujayra. Bo'ldi, vaqtingiz tugadi. Keyingisi deyapman. Iflos g'ilay. Mana bu yerga kirsammikin? Marhamat janob, bizning hujayramiz sizni kutayotgan edi. Yo'q, qoyil. Xo'sh, qaysi tomondan kirishim kerak edi? Mana bu yerdanmi? Xo'sh, qayerga borishim kerak edi? Kasofat, bu senmisan? Ha janob, merman, xush kelibsiz kelajakka. Bu ajoyib kelajakning kelajagi bor. Menda bir savol bor. Senday kasofatga bunday kelajakning nima keragi bor? Janob, men endi oddiygina kasofat emasman. Men kasofat Pro Maxman. Qara, tezda pastga tushib uni yo'q qilinglar. Мы выругнет ушум демиарай. Ким Николаси шла Майколди. Ушла Англаруния. Ушла полсам туфлини учмер кангатикам. Кимне тугатганим yo'q. Yo'qolay bu yerdan. Yaqinlashmalaring menga, chirrigan temirvatchalar. Bu nima bo'lo? Tuflining korobkasimi? Yordam beringlar. Ajoyib, mana bu tuflining korobkasi. Kulgat ujden gmilanati. Nimalar deb oldiryapsan o'zingdan o'zing? Betofiq ovsar. Turqinga bir qarasangchi. Bir chelak suvning ta'mi muz bilan. Mana shunday. Men senlarga oddiy taslim bo'ladiganlardan emasman. Biz sunikuldan chiqardik. Ushlisi magziga chichaman. Jin ursin, ular meni qayerdan ko'rib qolishdi? Menga yaqinlashma. Uraman o'lasan hozir. Mana men nima deganni men aytmaganmidim. Shunisi yetmay turdi. Kanit izrakki mirla. Bo'pti, menga qaranglar, meni o'z aybim yo'q. La'nat temirlar, senlarga gapirgandan foydasi yo'q. Bu yerdan chiqib olay, hammangni. Sen menga qachonanangni namerini berasan. Namerni o'rniga anangiki ne bersan. Mana bu tasqaralar bir-biri bilan gapirib o'tirgan bir paytda men ishga kirishaman. Men adashmayman degan, men chiqish yo'lini ko'ryapmanmi? Xayr, tasqaralar, xayr, o'tmishdagi kelajak. Men ozodlikni his qilyapman demoqchi edim. Men o'zi buvimni qidirib yurgan edim, buvijon. Xo'sh, qayerga borishim kerak edi? Mana bo'lar ekan-ku, mana bu boshqa gap. Menimcha men kimnidir ko'ryapman. Mana endi meni haqiqatan ham jahlim chiqdi. Au. Jin ursin, oyoq tagidagi gilam deb o'ylabman. Mana endi bitta teraman. Xizmat vaqti suhbatlashib bo'lmaydi, la'natlar. Men seni anchadan beri kutib o'tirgan edim. Menga yolg'on gapirma, la'nati kasofat. Men seni o'zim yaratgan edim, endi men seni o'zim yo'q qilaman. Sen birozgina kech qolding, nima uchunligini bilasanmi? Chunki sen tomonga qarab qo'shin kelyapti. Meni bu temir tersaklaring bilan qo'rqitib bilmaysan. Qara, urib o'ldiring. Kela olding la'nati.
Tushunmadim, nega qo'shiq to'xtadi? Hoy DJ, Agilan! Yo'q, haqiqatan ham shunday bo'lgan edimi? Ha, ular minglab edi, lekin qahramonimiz bir o'zi kurashdi. Bizning qahramonimiz bo'sh kelmadi va sayyoralik o'zgalarni birma-bir qirdi. Qoyil, men ham katta bo'lsam Grox cho'lpi bo'laman va sayyoralik o'zgalarga qarshi kurashaman. Yuringlar bolalar, qo'rbo'ron o'ynaymiz.